Assalomu alaykum, hurmatli YouTube a'zolari. Bizga uzoq yaqindan kuzatayotgan musofirdagi aka-ukalar. Hop, sizlarga bugun bir o'zimizni seximizdan yangilik desa ham bo'laveradi. Akfa plastik eshik romlari tavsiya qilib qolamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa bor. Har qanaqa razmerlar, eshiklarimiz shu yerda o'zida yasaladi. Bu ham qulay narxda qilamiz. O'zimiz sexdan. Bunaqa tayyor gatoviylari bor, har xil razmerlari bor. Xudo xolasa arzon narxda qilib beramiz. Har xil razmerlarimiz bor. Mana bu oqlari standart tanlab olinishi razmerlari har xili bor. 600 ming so'mdan hozirgi narxi. Mana bu karishneviylari 880 ming so'm chiqayotgan optimga. Ko'proq bo'ladigan bo'lsa, olib sotadiganlar bo'lsa hamkorlikka chaqiramiz. Arzonroq chiqadi. Ular 500 ming so'mdan ikki qanotlilar, bularning ham har xil razmerlari bor. Bu yoqlarda ham razmerlar hammasida bor. Katta kichik turishi paket bular, 2 qavat oynaklik. Hammasi dorilangan. Portchkalarimiz bor har xil razmerda. Narxiga qiziquvchilar bo'lsa 150 ming so'mdan chiqaveradi bular ham. Ular endi asratga qolgan chekkalar. Razmerlar bor, 3 ko'zli, mana qilib 2 ko'zligi, 2 qanotligi har xillari bor. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bu Namangan tumani Katta Toshbuloqda. O'zimiz ishlab chiqarish joyimiz. Biror yerdan olib kelib sotiladigan emas. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kimgadir qiziq bo'lsa albatta.